Siz Minecraftga o'zbek tili qo'shilganini bilarmidingiz? Bunga qaranglar va videoni ko'ring. Bu nima deb Ha aytgancha, o'zbek tili faqat eng oxirgi versiyada ochiladi. Bu mening kompyuterimda, sizda 1.16.5 ochish. Mana yana 3-4 isbotlar. Mana yana eng qiziqarlilari. Endi esa dasturchilar va Minecraftni tekshirib chiqamiz. Qani ketdik. Birinchi o'rinda Minecraft menyusini ko'rib olamiz va dasturchilar o'zbek tilini o'rganishim kerak. O'zbek tilini yozamiz. Lekin qidirib o'tirganmiz, esdan chiqib hop uni qo'yamiz va mana bularni ko'rib chiqamiz. Zo'r nastroykalar yaxshi va Minecraft yuklashni boshlashdan avval nastroyka yana bitta ko'rib chiqamiz va hech narsa yomon emas, hammasi to'g'ri. Qani olg'a ketdik va keldik Minecraftda. Qani tekshirib olamiz. Daraxtni kovlab ko'ramiz. U menda qotgani yo'q, shunday qilib qo'yganman. Daraxtda dasturchilar yomon emas. Hozircha bir xil, menimcha hammasi. Bunisi ham bir xil. Nezitlarni tekshirib ko'ramiz va boshdan oyoq nezit. Yaxshi, kiyib ham ko'rdik. Mana hammasi zo'r hozirchalik. Qani yaxshi ketyapti. Kirkani ham olib ko'ramiz. Suv, xo'p. Suv uchun dasturchining berishdi, kirka uchun berishmadi. Fireball va qorli chelak. Qani, mana qorli chelakka olamiz. Hop. Bo'ldi, mana tayyor. Xo'sh, endi qo'y o'ldiramiz. Mayli, kerak emas ekan. Qochib ketib qoldi. Hop, qani tepaga chiqamiz. Water dropni yoqtiraman va har doimgidek water drop. Minecraft o'zbek tili bo'lgani yaxshi, lekin men uchun farqi ham yo'q ekan to'g'risi. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi video tugadi.